Bugun sizlar bilan bolaligimizni xotirlab, maktab oshxonasida 250 so'mdan sotilgan shu bulochkalarni birgalikda tayyorlaymiz. Sizlar paytinglarda bu bulochkalar maktabda necha puldan sotilgan kommentariyaga yozib ketinglar. Bulochkamiz uchun 1 stakan iliq suv, 1 stakan iliq suv, 1 osh qoshiqda fariman dro'jasi, 1 choy qoshiqda tuz, yarim piyola shakar, bitta tuxum, yarim piyola o'simlik yog'i solib, yaxshilab venchikda aralashtirib tashlab, 4 piyolada elangan un solib, yumshoqqina xamir qoramiz. Agar un kamlik qilsa, xamir qorish jarayonida oz-ozdan qo'shsanglar bo'ladi. Xamir xuddi shunaqa qo'lga yopishmaydigan holatga kelgach, yaxshilab o'rab 1 soatga oftobga oshirishga olib qo'yamiz. Xamirimizni oshib chiqqach, katta kichikligiga qarab 25-30 ta teng zo'lachalarga bo'lib olamiz va xuddi shunaqa qilib dumaloq shaklga keltirib, javob bilan ichini ochib, ichiga xohishga ko'ra varionoy moloko, shokolad yoki jemdan foydalanib, xuddi shunaqa qilib tug'vasanglar, ichlari ochilib ketmasdan chiroyli bo'lib pishadi. Diskga terib, ustiga tuxum sarig'i surib, 180 gradusda 30 minut davomida pishirib olamiz. Pishib chiqqan bulochkalarimizni bolalik damlarini esga solish uchun sgushenniy moloko surib, yer yong'oq sepib dasturxonga tortamiz.